Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari, ahvollar yaxshimi? Qadrdonlar, hammalaring sog' salomat yuribsizlarmi? Yana bir tong hammamizga xayrli bo'lsin. Qadrdonlar, o'zimizga yaqin hududda bitta safarda yurgan akamiz uy imorat solganlar, yangi. Avval bu tarafda bo'lgan, yoniga qo'shimcha qushgunlar. Shuni binosini bugun Chirel tarzda gipsdan penalonboz bilan yopib beramiz. Obyektimiz shu holatda. Shu darvozaxonadan to'g'rida kirganda mashinada oshxona, ochiq ayvon bilan ochiq sang har joyda har xil aytiladi. Shunaqa ochiq ayvon. Bizda ochiq ayvon deb yuritiladi. Ochiq ayvon bilan penoblokdan imorat ko'tarib, kolonna, rigillarini mustahkam qo'yib, bu joyga akfalarni ham o'lchab ketishibdi. Yaqin tanish akaxonimiz. Shu joyini tomini inshaalloh bugun Chirel tarzda gipsdan penalonboz bilan yopib beramiz. Siz bilgan sinfdoshlarim xizmatda. Sheralijon bizda obunachilar bilan salomlashib Alaykum obunachilar sizlar. Like bosamiz faqat. Qadrdonlar, sizlar bilgan sinfdoshlarim xizmatda. Materiallarni tepaga olib chiqib, instrumentlarni ma'lum qismini yoyib, ish jarayoniga tayyorgarlik. Penoblokdan imorat ko'tarishgan to'sinlarni bayavaydan tashlab, cho'rnilarni qoqib, bu joyda bu tarafga o'tgani xotam tashlab ketilgan. Uydichi shu holatda. Eski uydan chiqqan pollik taxtalarni cho'rnisiga qo'yishgan. Obyektimizni pastlari ham pollari bitgan ekan. Obyektimiz polnisda shu holatda. Qadrdonlar, o'zimizga yaqin hudud kvadrati 50 kvadrat pilis holatiga ustakalarimiz xizmat qilib turishadi. Video imkon darajada qo'yishga harakat qilaman, yo bo'lmasa kamida obyekt bitgandan keyin oxirini video qilib qo'yaman. O'rtasiga musiqaga ijrolar ololmay qolishi mumkin. Sababi bugun ish ko'rgani o'tadigan joylarim ko'proq. Hozir o'zimizga yaqin hudud bu. Bizning mahalladan gideydi 2ta mahalla o'rtada qoladi. 3-mahalla bu bizning mahalladan keyin. Shu mahallada xizmatdamiz. Gurtepa tarafga, undan keyin To'raqo'rg'onga ketishda, o'sha To'raqo'rg'onga ketishda yangi kallapachcha tushgan. Oldingi filialini o'zgartirdi. Kallapachcha shu joyda ro'parasida yana bitta obyektimiz bor. Inshaalloh ertaga ularga ham qaysilarigadir kunini kelishib harakat qilib chiqib boramiz. O'sha obyektlarni ko'rgani chiqishim kerak. Instrumentlarni yoyib, Rivojdan jonlar xizmatda, qadrdonlar. Rivojdan bizda obunachilarimiz bilan salomlashib, bizda emas, nafaqat hammamizni, sinfdoshlar jamoasining obunachilari. Keyin bizda obuna bo'lmay kuzatayotgan qadrdonlar ham bor. Shularga hammalariga tilaklarni bildirib, do'st. Assalomu alaykum obunachilar, hamkasblar, yaqin birodar, aka-ukalar, opa-singillar. Har doimgidek ish jarayonini boshladik. Qo'llab-quvvatlab bizga like, comment, bomba qilib boryapsizlar. Rahmat avvalambor. Yanada qattiq repost, raketa jo'natib, like, comment, bomba qilaylik. Bir oshiraylik, prosmotrni ko'paytiraylik. Do'stlarim, bizni kuzatishda davom etinglar. Undan bu yog'iga astaydil biz ham duolaring ostida bosamiz. Qadrdonlar, sizlar bilgan samimiy sinfdoshlarim, Shiraljon ozgina gapirdilar. Hozir yukam olib o'tish kerak aytmoqchi. Yukimiz ham kamroq kelgan. Labi mashinada Shirali jo'nadi, xudo xolasa. O, mashinga o'tirdi. Mashinam o'zimizga qarashli. Ancha do'stimniki. Yilimiz 98, nomeram 398. Qadrdonlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Endi bag'iga kompressor sadolari ostida. Salomat bo'linglar. Ish jarayonlari boshlandi. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Bitta bizni kuzatib turgan qadrdonlar, xudo xolasa o'zimizga yaqin hududda ikkita ko'cha beriroqda, 3-ko'chada xizmatimiz ustakalarimiz yakunlashdi. Sizlar bilgan sinfdoshlarim, akramboylar. Qadrdon, ertalabki videoda Rivojdan bilan Sherali salomlashib qo'ygan obunachilar bilan yakunlab oldimmi? Alaykum obunachilar. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Ob-havo sovib ketdi. Kamiga shortlarda kelyapmiz, sovuq. Ish
shiddat bilan bo'lgan va sovuq bilingan yo'q, pastga tushgandan keyin bilinadi. Hammalarga a'lo kayfiyat, sog'lik, salomatlik, barcha yaxshi niyatlar tilaymiz. Like tak patlatimni. Qadrdonlar, sinfdoshlarim yakunlashdi. Videoni boshida aytgandim, 2-3 ta obyektlarni ko'rib o'tdim. Xudo xolasa, og'izdan hovuram chiqyapti ekan. Havo sovib ketdi, ancha sovib ketdi. Ob-havo ertaga ham yomg'ir ko'rsatyapti. Shu sababli erta ishga chiqamizmi, hayronmiz. O'zimizga yaqin hududda bo'lganiga yomg'ir yog'ishidan oldin mahsulotlarni olib chiqib, shipirni pastiga joylashib olishdi. Cho'rniy beli holatga shu obyektimizni ham yakunlashdi, qadrdonlar. Mana shu tarafini hozir Akramboy mana shu joylarga quydilar. Pastga tushib ketishyapti bu taraflar. Ozgina oldinroq quyilgan. Obyektni oldin ko'rgani kelganimizda mana shu chetidagi zardevollar yo'q edi, qadrdonlar. Mana shu zardevol, bu zardevol. Akamizning o'zlari safardalar. Qo'shni kinoya yangamizga tushuntirgandik, mana shunaqa holatda urib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi deb. Taxta qo'yib ham quyib beraveramiz. Taxta qo'yib quyganimizdan keyin chetini yaxshi yopolmay qolamiz. Ana shu sababli zardevolni oldin urdirib qo'ysalaring yaxshi bo'ladi degan maslahatni beramiz. Vassa taxtadan gideti 20 sm, 25 sm ko'tarib qo'yilsa yaxshi bo'ladi. Mana shu joyimizda ham qalinligi 5-7 sm ga kelishganmiz. Ana shu 12 lik taxta qo'yishgan, qadrdonlar. 12 lik taxtani bu tarafi pashti to'lgan, bu tarafi pastda rivojdan turibdi. Bu tarafi ozgina to'lmagan, 5 sm bu taraf bersam 10 sm tushgan. Bu tarafi taxtaga yetib bormagan. Aksariyat joyi qalin bo'ladi. Santisini 5 sentdan 7 sentgacha oraliqda deymiz telefon qilishganda, narxini aytayotganda. U 7 sm, 8 sm, 10 sm aralash ham tushib ketadi 5 sm ichida ham. Vasa taxtasi birini ustin bo'lib qolgan, baland joylari shunaqa bo'ladi. Qadrdonlar, yana to'liq ma'lumot beraman. Bitta joylardan dars tushishi, yo'llashi mumkin. Bizning mahsulotimiz ham ideal emas. Qanaqa joylardan? Kecha kuni ham yechim qilib keldik, video olaman deb esdan chiqib qoldi. Qora TVda quyib degandik. Ana shu yuradigan, mashinaqa joyda, yuradigan xuddi shunaqa joyda shundoq yo'llib qolgan. Kasadan kattaroq yo'llib qolgan. Ikki qop rastorimizni ana shu joyda o'ziga mundoq do'ng'iza qilib ko'tarib, do'mpali qilib ko'tarib, chiroyli qilib quyib berib keldik. Video syomka qilish xayoldan ko'tarilib qoldim. Usta bolalarni tashlab, Xonobodda yana boshqa obyektlar bor edi, shularni ko'rgani o'tib ketdim. Kelganimcha sinfdoshlarim bartaraf qilib qo'yishibdi. Shunaqa holatlar bitta kuzatilishi mumkin. O'sha tarafga ishga tushib qolsak, yo'limiz tushib qolsa, shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, qaytarib bartaraf qilib beramiz inshaalloh. Qadrdonlar, 3 minut oshiqroq gapirdim. Bu taraflar ham ancha qatib qolgandir. Ana pashti qatibdi. Mana shu joylariga oyoq tizi tushmaydi. Quyilganiga 10-12 minut bo'lgandan keyin ustidan bemalol yursa bo'ladi, lekin shipir yopib foydalanib bo'lmaydi. O'shanga imkon darajada strapilalarni tashatkizib keyin qilamiz. Bu obyektimizda bu tarafda ham tomi bor edi. Hali ro'paradan kirganda gazxona oldi, ochiq ayvon qilib gazxona solishar ekan mana shu tarafga. Bu xona uy imorat. Mana shu joy bitta xona, bu tarafda ozgina koridorchasi bor edi. Ushbu obyektimizda ham o'zigilariga chiroyli tarzda yakunlab topshirdik, qadrdonlar. Yangi quyilgan joylarimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqadamiz. Endi xudo xolasa ob-havoga qarab, aslida erta indilliklarga ham ishlarimiz bor, endi bir kundan surilib ketar ekan. Bizni kuzatib turgan akalarim, opalarim bo'lsa, shuni inobatga olib qo'yamiz ob-havo sharoitiga. Yomg'irda sharroz yog'yapti. Sizlarga bitta ko'rsataman. Qadrdonlar, labogan instrumentlar yuklab ketishga tayyorgarlik. Salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Keyingi videolarda, keyingi ish jarayonlarida ko'rishguncha.